Kızning uyga kelganda Adiljon Dilbar gulni tuyuqsiz ko'rganda Nimda cho'chiysan, nimda qaylaysan Ko'nglingda nimani o'ylaysan Nimda qaylaysan, nimda cho'chiysan Ko'nglingda nimani o'ylaysan Omonatmi ya sening ko'ngling Ariyatmi sening bu ko'ngling Bechara bugun sening ko'ngling Ajab tashgan sening bu ko'ngling Gul mergulga bergan ashu ko'ngling Asli do'stim saxta ekan ko'ngling Gul mergulga bergan sening bu ko'ngling Asli do'stim saxta ekan ko'ngling Hocan sabitcan to'xtatsa, naqsha qo'tamda yamashkalarni jidalga salaydi atamlar. Silbi deb baqsa, nima ish qilyaptimanki? Sildan so'ratdi men naqshini silaytiyotgan ekan. Men shu naqsh o'qiyapman, ondan shu boshqalarning ichidan chiqarilmagan ko'ngil so'zlarini naqsh o'qib ifodalab beryapman. Gulmergul. Yo'g'ish qilib o'tiblar. Odaş, bo'ldi bu odam bilan cherishibammi ya? Men ichidan tuxumen yangi olsa birga chiqargan Kavsar xo'ja meni ochiq chuchuk yeyvola odash. Tuta. Adiljon, nim bo'ldinglar? Nimda o'tirsizlar? İşte mamadım, nim bo'laptim Sabitjon. Bu tunugun bo'g'a ish bugun chiroyingga chiqibdi ya Adiljon. Haras Dilbar guli bilan necha yil Nima netishil Sabitjon? necha yil birga xizmat qildinglar deyapman. 2 yil birga xizmat qilgan. Qanday? Ha, munda danglar. Qaynonlar Sabitjon, men meni xotnom sizning xotnomga o'xshamaydi. Bo'ldi, aqsonni gapim deyishmaydi. Nim deyishyapsizlar? Akish turib kus paran qilishib. Ham mashina gapini deyishyapmiz bo'lsa, gapirma. Va Adiljon qo'sqonning og'rib qo'ymagan ekan davamimsiz deyman. Adil, voy qo'yib biringlar. Naqsh talab qildi Gulmergulcha. Ha, nima naqsh talab qildi? O'qisiyam mela anglaylik. Anglaymiz adash. Anglamiz hamda. Ems o'qidim Juma Gulmergul. O'zlari anglab tushunib olarlar. Ayrılmazqa va'da berishgan Billa 2 yil xizmat o'tishgan Dilbar gul bilan mani tamoqni yeyishgan Shundado lekin xizmat rayimsiz ishgan